Andijon viloyati Bo'ston tumanida joylashgan, uzunligi 90 metr, eniga 21 metr bo'lgan zamonaviy molxona. Chorvachilik uchun qurilgan ushbu molxonamiz qisqa muddat ichida barcha zamon talablariga asosan qurib bitkizildi va foydalanish uchun egalariga topshirildi. Molxona ichkarisida havo to'g'ri aylanishi va boshqa sharoitlar nazarda tutilgan holatda loyihalandi va qurib bitti. Stroymetal 14 yillik tajriba asosida ishonch va sifatni birlashtirgan professional jamoa. Agarda sizga ham shunday metall konstruksiya ishlarimiz kerak bo'lsa, hoziroq havola orqali yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.